Dam olmaslik, dam olmasdan ishlashlik yurakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Juda ko'pchiligimizda bor bu narsa. Dam olishga unchalik ahamiyat bermaymiz. Ayrimlar bor 24/7 ishlaydi. O'zi ishlaydigan odamlar kun bo'yi ishda bo'ladi, charchaydi. Kechqurun tana o'zini tiklashi kerak. Lekin biz nima qilamiz? Yana telefonda o'tiramiz, miyani yana ishlatamiz, kech yotamiz. Xuddi shunday tanamiz ham dam olmaydi. Yurak o'zi kun bo'yi ishlaydi. Bu normal holat. Lekin dam olish paytida u biroz yengil rejimga o'tadi. Agar biz umuman dam olmasak, yurak ham doim zo'riqishda ishlaydi. Borib yurak tez urishi boshlanadi, nafas siqadi, bosh aylanadi. Bu oddiy charchoq emas, endi yurakka tushgan nagruzkaning belgilari. Yurak sog'lom bo'lishi uchun kuniga hech bo'lmaganda 30-40 daqiqa o'zingiz uchun vaqt ajrating. Telefonni bir chetga qo'yib, haqiqiy dam oling, uyquni tartibga soling. Keyingi mavzuyimizda uyquni yurakka qanday ta'siri borligi haqida gaplashamiz. Agar shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'ling.